Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Bugungi sanamiz 23-noyabr 2025-yil. Sizlarga yakshanba kunida bir ozgina video qilib qo'yaylik dedik. Hozir pochtalarda chiqarib olib, hamma yo'q tartibga keltirib, endi videoni boshladik. Bu videoni Andijon viloyati Shahrixon tumani Qo'rg'onchadan olyapmiz. Hamma narsalarimiz Xitoydan to'g'ri keladi, Xitoy narsalari. Endi sizlarga qisqacha narxlarni aytadigan bo'lsam, videodan keyin yozishinglar mumkin. Kimdir qimmat ekan, kimdir arzon ekan. Hamma xohlagan joydan olaveradi. Bitta gapimiz bor. Yaxshi narsa arzon bo'lmaydi, arzon narsa yaxshi bo'lmaydi deb boshlaymiz videoni. Manaqa oqqushlik 4 burchak parbolishlarimiz bor. Jupi 240 ming. Bunaqalari jupi 220 ming, sifatli narsalar. Mana yangilik bunaqa narsalar kelgan, haliroq obzorni ham qilamiz. O'ta og'ir narsalar 310 ming so'mdan. Bunaqa yangi gul, bunaqa karamlilar, oldingi atir guldan, daraxtlaridan, hammasidan bor. Kitob ajollarimiz bor. 480 ming optim, 1,5 kishiligi 240 ming so'mdan. Daraxtlari mana 4 kilo 200 liklari bor. Bunaqa parko'rpalar bor, har xillari, oqqushlar bor. 250 mingga 300 mingdan mana. Bu yoqda keyin 400 mingga 450 mingdan boshqacha naborlari bor. Mana bunaqa letnilarimiz bor, mana ko'rishinglar mumkin. Narxi ham zo'r mashlar. 230 mingdan. Keyin bunaqa norkalarimiz bor. Qanaqa ekan desanglar mana. Mana bunaqa norkalar bor, sifatli. Bunaqa narsalarimiz bor. Ulgurganimcha qisqa narxlar bilan aytib o'tib ketaman. Ba'zilarini endi ayta olmasam to'g'ri tushunasizlar. Bu lablarimiz 290 ming sotyapmiz. Optimga 280 qilib beryapmiz. Kimdirlar aytishinglar mumkin, 200 mingga ham, 250 mingga ham bor. Har xili bor. Buni 150 mingliklari ham chiqib ketdi. Ma'qulini olaverasizlar, to'g'ri tushunamiz. Bunaqa zimniy piletlarimiz bor. 1 kishilik, 2 kishilik har xil svetlari bor. Rasa ketyapti. Mana ko'rishinglar mumkin. To'g'ri zavoddan kelgan bular 110 mingga 140 mingdan. Salfetka sochiqlar har xillar bor. Mana unaqa og'ir yangilik narsalarimiz bor. Bu yoqda keyin belyular, dasturxonlar. Bu yoqlarda ham narsalar ko'p. Mana bu narsalarimizni oldin rosa qimmat sotganmiz, chunki qimmat bo'lgan, endi arzon keldi. Bu narsamizni hozir 300 ming qilib yubordik. Oldin 350 ming, 400 ming bo'lgan. Hop, mana bunaqalar bor. Bular bor. Hozir YouTube'ga video qilyapman. Bunaqalar bor. Ko'raverasizlar, hali sifatli videolarda ham qilamiz, yana alohida ham obzor qilib. Hozir sizlarga qisqacha qilib ko'rsatib beryapman. Mana ko'raverasizlar. Mana bunaqa 2 kishiliklar bor. O'ta ham zo'r, har xillarni. Adnatomlilar ham bor, bunaqa gullilar ham bor. Gullilar ham juda chiroyli. O'zbekistonda hamma viloyatiga chiqarib beramiz. Mana ko'rishinglar mumkin. Optimga 130 mingdan. Bunaqalar yoki shunga o'xshaganlar ba'zi joyda 125 minglik ham bo'lishi mumkin, 140 minglik ham bo'lishi mumkin. Endi hammada har xil. Manaqa keyin chiroyli vishipkalilar bor, 130 mingga 180 ming, 1 kishilik, 2 kishilik. Manaqa gastiniylar bor, har xil svetlaridan. Mana bu gullilar ko'ringlar, o'ta chiroyli. Ancha-muncha joyda yo'q, bozorlarda kam. Yo'q demayman, kam. Ko'raverasizlar. Mana shu narsalarimiz ham zo'r ketyapti. Mana o'ta chiroyli narsa 310 ming so'mdan. Endi hop, mana bu yoqda ham har xillari bor. Letnilar ham mana bular 1 kishiliklar. Hop, mana bu narsamiz ham zo'r narsa. 290 mingdan. Har xil ko'rinishdagilari bor. Endi ancha-muncha kiyim-kechaklarimiz qolgan, barashkalar. Hop, bu yoqda parfyum narsalar. Mana sovunlarga ham alohida to'xtalmasam bo'lmaydi. Shunaqangi zo'r hidini O'zbekistonda hamma joyga chiqarib beryapmiz. Hozirda Buxoroga, Samarqandga, Sirdaryoga, Toshkent, Namangan, Andijon, Farg'ona, Qashqadaryo, Sirdaryoni aytdimmi? O'sha joylargacha chiqardik bu narsalardan. Har xillari bor. Mana qo'l kremlar bor, original, haqiqiy Xitoy. Bunaqa granulalar bor.
Shampunlar hammasi Xitoyniki. Ko'rishingiz mumkin. Zubnoy pasta, atirlar, bunaqa yuzga maskalar har xilga, bunaqa spreylar, zaytunlar, bunaqa naborlar. Hammasidan bor. Pasta nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ayollarni ham nomerni yozib qoldiramiz. Bu yoqda ham ancha-muncha kiyimlarimiz ham bor. Hammasi Xitoydan keltirilgan. Ko'rishingiz mumkin. Zo'r narsalar. Kimga shunaqa narsalar kerak bo'lsa aytaverasizlar. Xudo xolasa pochta orqali yoki narsalar ko'proq bo'lsa, shofyorlar orqali chiqarib beramiz uzoq viloyatlarga. Hali ochilmagan narsalarimiz ham ko'p. Yo'lda yana yuklar kelyapti. Mana bu granulalar hali ochilgani yo'q, bu shampunlar hali ochilgani yo'q. Mana bu lablar, mana yashil svetlardan ham bor, mana ko'rishingiz mumkin. Ular ham ochilgani yo'q hali. Mana bu yoqda bor ochilmagan. Bu yoqda bor. Kelaverasizlar xudo xolasa. Vodiylik bo'lsanglar, bemalol kelaverasizlar. Ertalab 8 dan kechki 21:00 gacha sotuvlarimiz bo'ladi.